Yuy Hua Yashamoq. Tarjimon Farruh Nurmuhammedov. Hozirgidan 10 yosh navqiron edim. Qishloqma-qishloq sarsari kezib, xalq qo'shiqlarini to'plar edim. Shunchalar ko'p kezganimdan oxir oqibat qaysi qishloqqa borib, qay biriga bormaganimni adashtirib qo'yadigan bo'ldim. Bir qishloqqa kirib borsam, bolalarning ana esnoqi odam kelyapti deb chug'urlashganlarini eshitib qolardim. Shunday qilib, qishloqliklar g'amgin qo'shiqlar kuylab, hikoyalar aytib beruvchi kishi qaytib kelganligini bilishardi. Aslida o'sha hikoya va qo'shiqlarni o'zlaridan eshitganman. Ularga nima yoqsa, men ham darrov shuni o'rganib, yoqtirib qolardim. Bir kuni yuz ko'zi ko'karib, mamataloq bo'lib ketgan, dalaning bir chetida o'tirib yig'layotgan qariyaga duch keldim. Ahvoliga achindim. Yoniga yaqinlashayotganimni ko'rgach, ho'ngrab yig'lay boshladi. Hol so'ragan bo'ldim. Jahllanib, pochasidagi loyni tirnoqlari bilan qirib olar ekan, uni bu kuyga solgan odam o'zining noqobil farzandi ekanligini aytib qoldi. Sababini so'raganimda esa bir nimalar deb o'tiranardi. Tushunishim bo'yicha bu qariya o'z keliniga tegachoqlik qilgan ekan. Fukua ismli qariya bilan tanishgan paytim yoz mavsumi endigina boshlanayotgan edi. O'sha kuni tushdan so'ng dam olish uchun serbar daraxt bo'yida oyoq ildim. Dalalardagi paxta terib bo'lingan, boshiga ro'mol o'ragan 3-4 ayol g'o'za poyalarini yig'ishtirar, sug'urib olingan poyalarning ildizidagi tuproqni qoqardi. Somon shlyapamni yechib, belimga qistirilgan sochiq bilan ter quylayotgan yuzlarimni artdim. Yonimda issiq ta'sirida sarg'ish tusga kirib qolgan mo'jaz bir ko'l. Daraxtga suyangancha unga termulib qoldim. Ko'p o'tmay uyqu elita boshladi. Tishim ustiga cho'zildim. Yuzimni shlyapam bilan yopib oldim. Yelkamga osadigan xurjunimni esa boshimning ostiga yostiq qilib, ko'zlarimni yumdim. Shu kuyi 2 soatcha mizg'ibman. Bu orada bir necha chumoli oyoqlarimga o'rmalab chiqib olibdi. Uyqusiragancha qoqib tashladim. Sal o'tgach, mol boqib yurgan bir kishi qo'lidagi bambuk hassasini ko'targancha baqira-chaqira qilib suv bo'yiga yaqinlashdi. Uyqum uchib ketdi. U molini sug'orishga olib kelar ekan, ovozi aniq-tiniq eshitila boshladi. O'rnimdan turdim. Yon tarafimdagi dalalarda bir mo'ysafid o'ziga o'xshash qari ho'kiz bilan yer haydayotgan edi. Ho'kiz azbaroyi omoch tortaverib, charchab ketgan bo'lsa kerak, boshini quyi soldirgancha mo'ltirab turardi. Unga qo'shilgan omochga suyanib olgan yelkasi yalang qariya esa ho'kizning tanballigidan nolib, unga g'azab bilan baqirardi. Ho'kizlar yer haydaydi. Rohiblar kambag'allarga sadaqa to'playdi. Xo'rozlar tong o'tganidan darak berib qichqiradi. Ayollar mato to'qiydi. Hech zamonda yer haydamaydigan ho'kiz ham bo'larkanmi? Bu azaldan shunday. Qani qimirla, yursangchi. Qarib qolgan va o'lgiday toliqqan ho'kiz cholning tanbehlarini eshitib, go'yo o'z aybini qabul qilganday boshini ko'tarib, omochni asta torta boshladi. Qariyaning yag'rini ham ho'kiznikiday qop-qora bo'lib ketgandi. Har ikkisi ham garchi hayotlarining so'nggi damlarini yashayotgan bo'lsa-da, bir amallab toshloq dalani haydashning uddasidan chiqishayotgan edi. Ho'kiz tag'in sekinlab qolgandi. Chol yana baqira ketdi. "Erchi, yuchin, qani to'xtash yo'q. Qani jiyashin, fanfinxua. Qanday yaxshi haydashyapti yerni. Hatto ko'kin ham buni uddalayapti." Bir bosh ho'kizga shunchalar ham ko'p ism qo'yiladimi? Qiziqib dala oraladim. Qariyaga yaqinlashgach, bu ho'kizning nechta laqabi bor o'zi dedim. Chol omochga suyangancha qaddini rostlab,
menga boshdan oyoq razm solib qaradi. Sen shaharlikmisan? Ha, deya bosh irg'adim. Qariya ishonch bilan bir qarashdayoq sezgandim o'zi, dedi. Xo'sh, bu ho'kizning nechta laqabi bor? Savolimni takrorladim. Qariya bu ho'kiz Huguyi. Uning bitta laqabi bor, xolos, deb javob berdi. Lekin biroz avval bir nechta ism bilan chaqirdingiz-ku. Mo'ysafid yoyilib kuldi. Qo'li bilan imlab meni o'z yoniga chaqirdi. Yaqinlashganimda nimadir demoqchi bo'ldi-yu, negadir darhol fikridan qaytdi. Ho'kiz boshini ko'targanini ko'rib, unga o'shqirdi. Darrov qulog'ingni tin qilma. Qani boshingni eg va ishla. Ho'kiz boshini g'am qildi. Bu orada chol menga asta shipshidi. Dalani bir o'zim haydayapman deb o'ylashidan hadiksiraymanda. Shuning uchun uni aldash niyatida bir nechta ismlarni aytyapman. Atrofida boshqa ho'kizlar ham omoch tortishayotganini eshitsa, yaxshiroq ishlaydi. Qariya jilmaydi. Oftob nurida yaltiragan bug'doy mag'iz yuzidagi ajinlar bir-biriga qorishib ketgan. Ular xuddi loy to'lib qolgan egatlarga o'xshardi. Keyinroq o'sha quyuq ko'lankali daraxt ostiga yonimga kelib o'tirdi va jazirama tushdan keyin menga o'z hikoyalarini so'zlab berdi.